Qashqadaryo viloyatida qulupnay yetishtirishda yangi innovatsion gidroponika usuli joriy etildi. Ushbu texnologiya an'anaviy tuproqli usulga nisbatan suvni tejaydi, hosildorlikni oshiradi va yil davomida sifatli mahsulot olish imkonini beradi. Ayni damda 45 sotixli zamonaviy issiqxonada Koreyaning Seulxian navli qulupnayi parvarishlanmoqda. U shirinligi, yirikligi va tashish jarayonida sifatini yaxshi saqlashi bilan ajralib turadi. Ko'chatlar Shri-Lankadan olib kelingan kokos po'stlog'ida ekilgan bo'lib, bu hosildorlikni 2 barobar oshirishga xizmat qilmoqda. Mutaxassislar ta'kidlashicha, qulupnay C vitaminiga boy bo'lib, inson immunitetini mustahkamlaydi. Issiqxonada harorat doimiy nazoratda ushlanadi. Gullash jarayonida esa tabiiy asalarilar yordamida changlantirish amalga oshiriladi. Ko'chat ekilganidan 90 kun o'tib hosilga kiradi. Har kuni esa 500 kilogrammgacha qulupnay terib olinayotgani aytilmoqda. Bugun Qashqadaryoda qulupnaychilik bo'yicha o'ziga xos tajriba shakllanib, soha tobora rivojlanmoqda. Bu esa ichki bozorni sifatli mahsulot bilan ta'minlash va eksport salohiyatini oshirishga xizmat qilmoqda. Siz bilan Qashqadaryo tezkor 24 bo'ldi. Biz bilan voqealar markazida qoling. Eng tezkor Qashqadaryo va Qarshi shahri yangiliklari faqatgina bizning Telegram kanalimizda. Telegram kanalimizga Instagramdagi biodagi link orqali obuna bo'lishingiz mumkin.